Так, hammaga salom. Давайте qaranglar, sizlar bilan hozir qisqacha video urib qilamiz. Xo'p. Bugun sizlar bilan kichkina spalniga, ya'ni o'zimizda ko'p zakazlarda uchraydigan narsa, biz sizlar bilan to'qib yasamaganimiz o'ylab topilgan придуманный sahna emas. Ya'ni ishdan mana qilayotgan uy, kichkina spalni. Ko'rasizlar, o'z bitta kalava, bitta shkaf sig'adi, ozgina joy bor, proxodga. Realniy obyekt, mana shunaqa obyektlar tushadi. Mana shunaqa obyektlarni qilasizlar. Mana shunaqa obyektlarda yorug'lik jihatidan muammoga uchraganinglarda, misol uchun, hozir men sizlarga interaktivka qilib ko'rsataman. Bu mana sozlangan yorug'lik, ya'ni o'sha to'g'rilab chiqqanman, yasab chiqqanman yorug'likni. Ko'rishinglar mumkin. Soyasi bor, obyomi bor. Glubina, ya'ni chuqurlik sahnada bor. Sezilyapti. Buni sal kichkinaroqda interaktiv qilamiz. Bizning vaqtimiz kamroq ketishi uchun. Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin. Sozlangani. Bu yerda bizda yorug'ligi, yana sahnaga tiriklik beradigan quyosh nuri ham bor. Uni olib tashlasak ham bo'ladi, no hammani ishlash stili har xil, hamma dizayner har xil ishlaydi. Shuning uchun hamma dizayner o'ziga moslab nastroykasini to'g'rilaysizlar. Ya'ni quyosh roli bu yerda faqat aksentni yorug'lik olib kirish. U общий sahnani yorug'ligiga hech qanaqa roli yo'q bu yerda. Chunki men o'chirib qo'yaman. Menga katta o'zgarish olib kirib bermaydi. Ya'ni дополнительный issiq yorug'likni olib qo'yadi. Buni men mana bundan nastroykani ozgina ko'tarib to'g'rilab olsam ham xuddi shu effektga erishaman. Glubinaga beradigan yorug'likni. Ya'ni xonani ichiga olib kiradigan yorug'likni ko'paytirib ham yorug'ni ko'tarib olsam bo'ladi. No, bu yerda asosiy maqsad bu videorolikdan ko'rasizlar. Sahnamizda oynasi juda kichkinagina. Men hozir yorug'likni o'chirib qo'yaman, просто tashqaridan дополнительный kirgizayotgan yorug'ligimizni o'chirib qo'yib, mana bu nastroykani заводской holatida mana men bu ko'targanman 1,350 ga. Uni ko'tarmagan holatinglardagi sahna ko'rinishi mana shu ahvolda ko'rinadi. Mana shu ahvolda bo'ladi. Ya'ni hozir sizlarga yana Sky'ni, Corona Sky'ni nastroykasini ham ko'rsatib chiqaman. Xo'p. Corona Sky'ni nastroykasi ko'rishinglar mumkin. Neytralni oq qilib olganman. Bu rough face nima deb o'qiladi? O'zingizlar o'qib olasizlar. Xullas shu mashina nastroykani mashinaga olib qo'yib, mana bu дополнительный ranglarni ham ko'tarib qo'yaman 205-210 ga, чтобы ko'chada menga общий yorug'lik bir xil kirishi uchun. Faqat pastini olib qo'yaman. Patologim oq bo'lib ketmasligi uchun, чересчур sun'iy oqqa o'xshab qoladi. Shuning uchun uni olib qo'yaman. Ko'rishinglar mumkin. Oddiy plain bilan. Xo'p. Освещение hozir biz ko'rayotganimiz asosan olib kiryapti bizga HDRI, ya'ni Corona Sky olib kirib berayotgan yorug'lik. Keyin buni по-любому mana ko'tarasizlar. Chunki buni ko'tarmasanglar mana bu ahvolda spotlarni agar yo'q, men spotdan nastroyka qilaman, menga u ko'tarish kerak emas, yoqmaydi, u bu desanglar, men sizlarga spotdan ko'rsatib beraman, ko'tarib. Aytib tushimiz edi. Spotimiz 350, bu yerda ta'sir ham qilmaydi. Bu yerda 2,5 yoki 1,5 ming kerak. Mana 2,5 mingni ham sezgani yo'qda. To'xtanglar o'zlari. Yonida yana bitta sahna yig'aman, o'shani adashtirib oldim. Xo'p, qaranglar. Open gruppani ochamiz, tushimiz. Qaranglar, 3,5 mingni 1,5 ming qilib ko'ramiz birinchi. Yondirib yuboryapti, объем xunuk ko'rinyapti-da. Nima desam, sizlarga tushunarliroq bo'ladi. Mana bu oq rangli
ko'chadan yorug'ligimiz yo'q, faqat tepadan uryapti, soya faqat pastda paydo bo'ladi. Mana bunaqa yonlaridagi soyalar bizga, mana bu asosiy soyalar ko'rinishi juda kamayadi. Shuning uchun nejelatin endi umuman svet bo'lmasa baribir yoqiladi bu. Hozir tashqaridan svetni naturalni olib kirganimiz chiroyliroq ko'rinadi demoqchiman-da sizlarga. Xo'p, buni joyiga qaytarib qo'yaman parametrlarni. 350 tushunarli deb tushuntirdim degan umiddaman. Mana buni yorug'likni men o'zini parametriga hamma sahnada har xil. Prosta ko'taringlar buni ham. Endi ko'tarib yubormanglar polni. Ну, yetarli darajada ko'tarib qo'yinglar. Spotlar ozgina yoqiq, чтобы mamtga живость berish uchun, ya'ni trilik, yana естественность, tabiiylikka kiritish uchun, tabiiyroq ko'rinish uchun. Qilgan ishimiz bu yerda asosiy fishkasi. Mana bu kichkina oynani yoniga mana bunaqa rectangle ochamiz, Corona Light'nikini. Bu narsani men juda kam ishlataman. Faqat mana shunaqa sahnalarda ishlatmasam, qolganida HDRI'da olib kiraman yorug'likni. Endi bu yerda ko'ryapsizlar, o'zi kichkinagina patolog, mana shu xonaning patologi 240 da. Xona ham kichkina, oynasi undan ham kichkinada. Shuning uchun bu yerga sun'iy olib kirish kerak. Shart deb bilaman. Ko'ryapsizlar, bizga HDRI дополнительный qilib beradi bu. HDRI yorug'ligini, ya'ni kirmagan yorug'likni bu yoqqa olib kirib beradi. Xo'p, keyin aksent uchun quyosh qo'shishingiz mumkin. Bu yanada tabiiylik, trili qo'shadi sizlarga. Mana interyeringlarga. Mana sal ko'tarib qo'ydimmi? Ko'tarmagan ekanman. 15 da shekilli. Esdan chiqib ketdi ko'rsanglar. Xo'p, endi qaranglar. Quyosh bizga mana bunaqa effekt beradi. Bu более естественный obraz beryapti. Ko'ryapsizlar, globina уже boshqacha. Ya'ni chuqurlik sahnada уже boshqacharoq ko'rinadi. Ko'chadan olib kirib, bunday естественный kirsa xonaga yorug'lik уже boshqacharoq ko'rinadi. Agar spotlarni yoqib qo'ysa, faqat tepadan uradi. Qilsa bo'ladi u. По-любому kechqurungi atmosferalar qilganingizda qilasizlar. U shart ham. Yorug'lik kunni oddiy mana kirganingizda obetdagi vaqtda beradigan effekt mashida. Ular sun'iy olib kiriladi. Yorug'lik. Aytib o'tmoqchiman, men buni sun'iy olib kirishi iloji boricha mana shunaqa kichkina xonalarga, kichkina oynalarga ishlatinglar. Lekin yana bitta fishka bor. Men sizlarga tushuntirib o'taman. Agar HDRI o'chirib qo'ysanglar, umuman o'chirib qo'yib, просто tashqaridan дополнительный Corona nastroyka hozir qilib ko'rsam. Mana bu nastroykaga kirib, mashdan просто tashqaridagi HDRI qo'shib yuborsanglar, просто rangi anaqa yorug'lik bermaydi. Tashqaridan oynaning tashqarisidan vid qilib beradiganini qo'shib qo'ysanglar. HDRI yoki Corona Sky yoqmasdan turib, faqat mash orqali yorug'lik olib kirsanglarcha xonaga, render tezroq bo'ladi. HDRI chunki sal sekinlashtiradi renderni tezligini, chunki uni o'qishi sal qiyinroqdir 3D Max. Ya'ni rectangle o'qish osonroq. Men sizlarga buni yana nimada isbotlab bera olaman? Mana o'zingizlar misol qilib ko'rishingiz mumkin. O'zingizlarning proyektingizda proyekt ochasizlar-da. Sanuzel qilgan bo'lsanglar, sanuzel ochasizlar. Sanuzelda oynalar bo'lmaydi ko'pincha. O'sha sanuzelni render qilinadi. O'sha kichkina qilib turib, oynali bitta xona qilinglar, ofischa yasanglar-da, o'shani render qilib ko'ringlar. Farqni ko'rasizlar. Sanuzel bir 10 minutda qilsa, nariga xonani 1 soatcha qiladi-da. HDRI qo'shilgan xonani. Ya'ni men bu sun'iy Corona lightlari, даже sun'iy olib kirilayotgan yorug'liklar tezroq o'qiladi. Shuni aytib o'tmoqchiman. Tak, mana shunaqa nastroykalar juda qiyin emas. Hammasini tushuntirdim degan umiddaman. Дополнительный yana mana bunaqa light qo'shilgan. Buni ham qizdirib olish kerak emas, ko'rasizlar. Qizib ketmagan. Bir xil ko'rganman, renderlarda mana bunaqa qilib olishadi-da. Mana bu yonib ketadi bir xilda. U yonish kerak emas.
Yonib ketsa, u materialni teksturasi o'chib qoladi. Tushunarsiz bo'lib qoladi. Tushunarli ko'zga ko'rganda приятный bo'ladigan bo'lishi kerak-da. Ya'ni mana bu pardani ham ko'ryapsizlar. Har bittaning bunaqasi ko'rinyapti bizda. Skladka. Mana yig'ilgani ko'rinib turibdi-da. Bir xilda misol uchun endi men hozir buni nastroyka qilib to'g'irlaganman. Buni 10 qilsanglar ham bir xilda yonib ketganman. Mana bu effekt berib turadi-da. 10 qilgan holatingda buni 10 dan yag'i bilasizlar. Xud 50 qilasizlarmi, xud 100 qilasizlarmi, xud 9900 qilasizlarmi, уже yag'i unaqa o'qimaydi. Maksimum 10 gacha o'qib oladi. 10 dan yag'ini o'qimaydi. Shuning uchun iloji boricha nastroykani yorug'likni to'g'rilayotganingizda yondirib olmanglar. Uni yondirmanglar. Eng muhimi mana lightlarni yondirib olmasanglar, mana bundan ko'tarsanglar bo'ladi. Mana ko'rsalarim. Buni million marta yondirgani bilan mana yondirib olasizlar deyiladi. Men bunga yana bitta fishka ishlatganman. Hozir men sizlarga uni ham ko'rsataman. No xullas. Men fishka ishlatib qo'yganman. Просто parda, mana oq pardamizga tushmaydigan qilib qo'yganman-da, belgilab. Hozir buni o'chirsam yonadi bu ham. Mana ko'rasizlar. Yonyapti. Buni endi yondirmaslikka harakat qildim. Maksimum shu ozgina yonganini, agar sizlarda ham ozgina yonsa, olib tashlash yo'li bu. Mana clean qilaman. Hozir quyoshga ham ko'rsatdim. Ko'rasizlar? Mana bunaqa yonib ketadi parda. O'shani oldini olish yo'li sizlarga prosta belgilab turib, mana shu tyulni bitta bosib qo'yasizlar. Light belgiladim. Mana tyulni bitta bosib qo'yamiz. Mana ko'chadan qurayotgan yorug'ligimiz ham. Shunda tyulni bosib qo'ysak, tyul yonmaydi bizda shu bilan. Mana ko'rasizlar? Ancha effekt olib qo'ydi. Sezilgan bo'lsa. Shu mana shu 2-3 ta fishkalar yorug'likda sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Qaysi yana kadrlarni ko'rsataman sizlarga. Kelinglar, bu tarafini ko'rsataman. Ya'ni bitta tarafga ishlaymaydi bu yorug'lik. Buni nastroyka qilsanglar, sahnanglarning narigi tomoni ham естественно chiroyli bo'lib ko'rinadi. Ya'ni to'g'ri kerak bo'lgan soyalar tushgan bizda mana chuqurlik bor. Mana yorug'likdan sekin chuqurlik kirib ketyapti. Qorong'ulik. Xo'p, uchinchi kameram. Boyagi fishkani tyulni belgilab qo'yishni обязательно ishlatib ko'ringlar, zo'r narsa. Bu close up. Close up ham yaxshi yorug'lik mana. Senlar ko'rinyapti. Har bitta soyalarimiz bor. Endi buni men darabotka qilmadim hali. Buni darabotkasini mana bitta mana shu funksiyani yo'q qilasizlarda 2 yetda detallashtiramiz. Dark, shadow, light. Shuni to'g'rilaysizlar-da. Ya'ni globina beramiz bunga. Bu nastroykalar keyin to'g'rilaysizlar. Bu Photoshopda qilaman asosan. Bu ham yoqib qo'yaman, ko'p emas, 1-2 qilib qo'yaman. Qolganini asosan Photoshopda ishlayman. Bu tomondagi kadrim, bu yorug'ligim bu tomonga ham ishlaganda, tushunasizlar? Mana. Boshqalar renderda ko'rsanglar yoki agar noto'g'ri освещение nastroyka qilib qo'ysanglar, karavatni bu tomoni qop-qora bo'lib turadi. Narigi tomoni oqarib ketadi. Shuning uchun mana bu yerda qoraymagan, как положено, bitta tonda chiroyli bo'lib turibdi. Ahamiyat beringlar. Boyagi tyulni belgilab qo'yganimizga tyul yonib ketmayapti. O'shaning hisobiga fonim, orqadagi fonim ham ko'rinib turibdi. Ozgina bo'lsa. Ozgina bo'lsa, shu ham fonda baribir. Обязательно qilinish kerak. Xo'p. Shu ko'rsatmoqchi bo'lgan fishkalarim bu asosan juda qiyin narsa yo'q, ba'zi narsalarni ko'rsatdim. Agar kimdir foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Ishlatmagan bo'lsangiz bu fishkalarni ishlatib ko'ringlar. Обязательно aytgan lifehacklarimni tekshirib ko'ringlar. Yana nima?
Подписка, like и так далее, deydi.